Osmonda ko'rinadigan chaqmoq juda katta ko'rinadi, to'g'rimi? Lekin uni elektr toki kanali atiga 2,5 dan 5 sm qalinligicha bo'ladi. Shu ingichka kanalda 300 million volt va 30 ming amperdan 200 ming ampergacha tok o'tadi. Chaqmoq asosan bulutlarning orasidagi elektr zaryadlarni to'plami tufayli yuzaga keladi. Bulutlardagi plus va minus zaryadlari birlashganda kuchli elektr o'tish uchun tok hosil bo'ladi va chaqmoq sodir bo'ladi. Chaqmoqning harorati esa 30 ming darajagacha yetadi. Bu quyosh yuzasidan ham issiqroq. Havo portlaganday kengayib, momaqaldiroq ovozi paydo bo'ladi. Chaqmoqqa eng yorqin qismi qaytish zarbasi. Soniyasiga 100 ming kilometr tezlikda harakatlanadi. Bu deyarli yorug'lik tezligining 3 dan 1. Chaqmoq yo'li odatda bir necha kilometrga cho'ziladi, lekin rekord mega chaqmoq 829 kilometr masofagacha yetgan. Bu Nukusdan Farg'ona vodiysigacha bo'lgan masofaga teng.